Agar sizni biznesingizda hozir hammasi yaxshi ketayotgan bo'lsa, bitta yomon xabarim bor-da, sizga yoqmasligi mumkin. Bu oxirini boshi. Ya'ni ishlaringiz aslida juda ham chatoq. Chunki biznesda hech qachon ishlar doim yaxshi keta olmaydi va yaxshi nimadir ketishi bu vaqtinchalik vaziyat. Va bu juda ham kam biznesda uchraydigan narsa. Agar biznesda hammasi sizda qanaqadir hozir qoniqarli darajada yaxshi ketayotgan bo'lsa, demak, katta ehtimol bilan siz hozir komfort zonasiga kirib qolgansiz va ishlar shunaqa yaxshi ravishda ketishiga siz o'rganib qolgan bo'lsangiz kerak, katta ehtimol. Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz bitta zo'r bonusga ega bo'lasiz. Biza o'ylagan eng zo'r ERPni siz bepulga ishlatib foydalanib ko'ra olasiz. Biz sizga uni bepulga sozlab beramiz. Taklif esa batafsil oxirida bo'ladi. O'zi arablarda bir gap bor, bir maqola bor. Qiyin vaqtlar kuchli odamlarni yaratadi. Kuchli odamlar yaxshi vaqtlarni yaratadi. Yaxshi vaqtlar esa kuchsiz odamlarni yaratadi va kuchsiz odamlar yomon vaqtlarni yaratadi. Ya'ni hozir siz yaxshi vaziyatdasiz va katta ehtimol bilan yaxshi vaziyat sizni kuchsiz qilib qo'yyapti. O'zi o'sish nima orqali bo'ladi? O'sish doim bu diskomfort, doim bu noqulaylik va doim bu og'riq. Misol uchun analogiya keltirsak bo'ladi. O'zingizni zalga chiqayotganini tasavvur qiling. Qachon sizda mushaklar o'sadi? Qachon siz ob'yomda, ya'ni vaznda kuchayasiz? Qachon sizda ko'proq kuch bo'ladi? Qachon siz qachonki siz og'irroq narsalarni ko'tarsangiz va qachonki sizda ertasi kuni mushaklarda, mana o'sha bilaklarda og'riq bo'lsa, siz ertaga misol uchun qo'lingizni ko'targaningizda og'riq bo'lsa, chunki o'sha holatdan keyin bir haftadan keyin zalga borsangiz, siz misol uchun 10 kilolik emas, endi 12 kilolik, 14 kilolik gantellarni ko'tara oladigan bo'lasiz. Biznesda ham xuddi shunaqa. Chunki agar ishlar yaxshi ketayotgan bo'lsa, buning uchun sizda quyidagi sabablar bo'lishi mumkin. Agar hozir oson bo'lsa, demak sizda kattaroq hajm bor. Siz ko'proq ishlay olasiz va ko'proq ishlab chiqara olasiz, lekin siz o'zingizni hajmingizni, ya'ni inglizchasi capacity, ya'ni yomkost, производительность deyishadi ruschasiga, siz buni to'liq ishlatmayapsiz. Misol uchun siz kuniga 100 ta buyum sota olasiz, 50 ta sotyapsiz. Ya'ni siz yarim ishlab yurganingiz uchun siz balkim hammasi oson tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi masala, balkim siz o'zingizni raqobatchilaringizdan oldinda turibsiz. Va siz oldinda bo'lganligi uchun siz hozir raslabonda ushlagansiz va raqobatchilar endi ular sizni orqangizda bo'lganligi uchun ular ko'proq harakat qilyapti va sizdan o'tib ketishga harakat qilyapti. Ertaga sizdan ular o'tib ketishadi va siz esa bunga tayyor bo'lmaysiz. Yoki hozir sizga oson tuyulayotgan bo'lishi mumkin, chunki sizda pul oqimi yaxshi. Pul oqimi yaxshi degani bu siz lekin hozir yaxshi degani va katta ehtimol bilan ertaga yaxshi bo'ladi degani emas, balkim siz kelajakda sarflashingiz kerak bo'lgan pul oqimini hozir ishlatib yurgan bo'lishingiz mumkin va kelajakka investitsiya qilmayotgandursiz. Va bir narsani tushunishimiz kerak, yaxshidir hozir yoki ishlar oson ketayotgandir, chunki bu vaqtinchalik ehtimol bo'lishi mumkin va oxirgi sabab balkim chunki osonlik bu vaqtinchalik bo'lganligidadir. Ya'ni biznesdagi oraliqlar, raqobatchilar orasidagi oraliqlar tez tugab qoladi. Ya'ni tez raqobatchilar bir-biriga yetib oladi va tez o'zgarishlar bo'lib qoladi. Misol uchun 10-o'rinda yurgan raqobatchi tez qisqa muddatda 1-o'ringa chiqib olishi mumkin va shuning uchun bu vaqtinchalik, siz bunga keyin tez katta o'zgaruvga tayyor bo'lmasligingiz mumkin. Bu gaplar bilan men nima demoqchiman? Agarda sizda hozir hammasi yaxshi ketayotgan bo'lsa, o'zi aslida hammasi yaxshi ketyaptimi? Biz shuni aniqlab olishimiz kerak va qanchadan beri yaxshi ketyapti. O'zi bir chuqurroq kirib ko'rsak, balkim biznesda biz o'ylaganimizdek yaxshi ketayotgan joylar yomon aslida ketayotgandir. Biz misol uchun nasiya savdo biznesidamiz, ko'chaga mollarni tarqatib olamiz va pullarni yig'ib olishda muammolarimiz bo'layotgandir va balkim bizni qaysidir katta qismidagi miqdorda o'zimizning pullarimizni qayta yig'ib ololmas turibmiz. O'shaning uchun birinchi navbatda biz hozir aniqlab olaylik, o'zi rostdan ishlar yaxshi ketyaptimi va hozir bizni raslabonda bo'lishimiz o'zi tabiiymi? Ikkinchi holat, bizani raqobatchilarimiz o'zi nima ustida ishlashyapti va qanchalik ular bizdan oldinda yoki orqada, birov qanaqa ketyapti? Biz ularga nisbatan to'g'ri o'zi xatti-harakatlar qilyapmizmi yoki o'zi aslida bizdan raqobatchilar o'tib ketdi va biz buni hali aniqlashimizga ulgurmadik va balkim biz hozir bunaqa raslabonda ketsak, 1 yildan keyin biz shu darajada orqada qolib ketar ekanmizki, keyin hech qachon yetib olishga kuchimiz yetmasdir. Bundan tashqari, agar biz hajmga keladigan bo'lsak, mana biz aytyapmiz, biznesda bizning hajmimiz bor, biz 50 ta buyum sotyapmiz, lekin aslida 100 ta buyum sota olamiz. Yoki bizda qayerdadir ishlab chiqarish, biz potensiallarimiz ancha ko'proq, lekin biz uni foydalanmayapmiz. Bu yerda nima qilsak bo'ladi? Biz o'zi aslida kattaroq hajmda ishlashimiz uchun bizning tizimimiz bormi? Balkim biz hozir
oson muddat paytimizda o'sha pullarimiz yaxshi bo'lganligida biz tizimga sarmoya qilishimiz kerakdir. Ya'ni reglamentni tuzishimiz kerak, biznes protseslarni tuzishimiz kerak. Zo'r programma qo'yib, barcha jarayonlarni raqamlashtirib, hammasini bitta tartibga solib, keyin bu o'sishimizga balkim bir sabab bo'lishi kerakdir. Yana bir marta eslatib o'taman, agar biznesda sizda halovatga uchragan bo'lsangiz va siz o'zingizni ya'ni bosib olib, spokойный o'zingizni bosib olgan paytingizda agar qanaqadir tashqaridagi muammolarni ko'rmayotgan bo'lsangiz, mana shu oxirini bu ya'ni o'sha kasodni deymizmi, bankrotlikni yopilishni bir qanaqadir boshi desak bo'ladi. Chunki biznes bu doimiy bu og'riq, bu doimiy stress va doimiy qiynalish. Agar siz hozir o'zingiz biznesingizni 10 ta muammo sanab bera olmayotgan bo'lsangiz, demak, katta ehtimol siz operatsiyadan chiqib, siz o'sha direktor qo'ygansiz va direktor sizga umuman ma'lumotlarni yetkazib bermayapti yoki siz biznesda ichida bo'lib turib, ko'p narsani ko'rmayapsiz va ko'p narsada noto'g'ri fikrlashga egasiz. Va bittada bu urib ketishi mumkin. O'zi bitta gap bor xitoyliklarda, musaffo osmon tagida urushga tayyorgarlik ko'rish kerak. Ya'ni o'sha halovat paytida, sokinlik paytida urushga tayyorgarlik ko'rish kerak. O'shanda siz urushda yutib chiqish ehtimolingiz kattaroq bo'ladi. Yana bir marta eslatib o'taman, istalgan oson baxt bu vaqtinchalik. Agar siz o'sha imkoniyatlaringiz yaxshi bo'lganligida, pul oqimlari yaxshi bo'lganligida, siz o'zingiz o'sha askarlaringizga investitsiya qilmasangiz, tizimingizga, ya'ni o'zingiz xavfsizligingizga sarmoya qilmasangiz, ertaga balkim urush paytida siz katta ehtimol bilan yutqizib qo'yardirsiz. Xo'p, savol berishingiz mumkin. Agar mana men hozir sokinlik paytida biznesimda hammasi oson bo'layotganligida nima ishlarni qilishim mumkin? 3 ta asosiy ishni aytib ketsak bo'ladi. Birinchi navbatda albatta bu tizimlashtirish. Agar sizda hozir ishlaringiz yaxshi ketayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan siz o'zingizni biznesingizni pulli modelini topgansiz. O'zingizda fishkangiz bor va siz pul topishni o'rgangansiz. Misol uchun $10,000 plus agar topayotgan bo'lsangiz, $20-30,000 topayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda o'zingizni biznesingizni fundamentlarini yaxshilab qurib oling. Ya'ni o'sha biznes prosesslari bu biznesning fundamenti hisoblanadi. Yaxshilab tizimlashtiring va barcha narsani raqamlashtiring. Ya'ni ertaga mana shu yaxshi pul topishingiz bittada qulab ketmasligini siz hozir o'sha poydevorlarni qurib chiqqan bo'lasiz. Ertaga bittada biznesingiz qolib ketishingiz qiyinlashsin. Ya'ni agar tizimsiz yashasangiz, tizimsiz ishlab kelayotgan bo'lsangiz, unda hech ham gap emas, bir kun biznesingiz qolib ketishingiz. Ikkinchi narsa, agar sizda hozir pul oqimlari yaxshi bo'layotgan bo'lsa, birinchi navbatda siz doimiy o'sha o'zingizning investitsion modelingiz bo'lishi kerak. Siz doim qanaqadir narsalarga sarmoya qilib yurgan bo'lishingiz kerak. Biznes ichida albatta eng mashhur, eng tez pul qaytaradigan sarmoya qilsa bo'ladigan bo'limlar bu albatta marketing bo'limi va savdo bo'limi. Agar sizda hozir misol uchun oborotingiz 1 milliard bor, 1 milliarddan sizga aytaylik 100 million, 200 million sof foyda qolyapti. Siz birinchi navbatda o'sha sarmoya qilib, o'sha oborotingizni 1 milliarddan 2 milliardga, 3 milliardga, 10 milliardga ko'tarishga qiziqishingiz kerak. Buni ko'tarishning eng oson yo'llari bu marketing va savdo bo'limiga sarmoya qilish. Sarmoya orqali siz hozir kelayotgan oborotlaringiz ertaga misol uchun tushib qolsa qiynalishini sezayotgan bo'lsangiz, hozirdan oborotingizni oshirib qo'yasiz va oshirilgan oborot tushsa, buni ta'siri, bu negativ ta'sir kamroq bo'ladi. Lekin hozirgi turgan o'zi shundoq ham turgan oborot pasaysa, balkim siz qanaqadir xarajatlaringizni ertaga qoplay olmasligingiz mumkin. Uchinchi narsa, hozir ishlaringiz oson ketayotgan bo'lsa ham, siz o'zingizni askarlaringizni urushga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Ya'ni siz kuchli askarlarni ishga oling. Ya'ni xodimlaringiz kuchli komandani hozirdan shakllantiring, chunki hozir siz yaxshi xodimlarga oylik berishga imkoniyatingiz bor va agar yaxshi xodimlarni olsangiz, katta ehtimol bilan ular savdoni ham oshirib beradi va ertaga qaytanga rivojlanib borasiz. Agar sizda hozir pulingiz yaxshi kelayotganligida siz kuchli xodimlarni ekonom qiladigan bo'lsangiz, unda katta ehtimol o'sha yomon kunlar kelish ehtimolini siz yanada ham oshirib qo'yasiz. Yo, misol uchun men bor salatlarimni o'shalarni kuchli qilmoqchiman desangiz, unga ham sarmoya qilsangiz bo'ladi. Bor xodimlaringizni treninglarga qatnashtiring, ularga kitoblar olib bering, ularga kurslar olib bering, ularni qanaqadir sayohatlarga kerak bo'lsa jo'nating, ya'ni ularni fikrlashi va o'sha soha bo'yicha bilimlari oshsin. Sizni o'sha askarlaringiz, bu sizni poydevoringiz ertaga ular o'sha yomon kunlarda sizga turib beradigan odamlar shu va balkim shu odamlar yomon kunlardan bizani qutqarar. O'sha kunlar kelishidan ham bular to'xtatar. Sizni biznesingizda hozir yaxshi davr bo'lsa va siz biznesingizni bo'ldi, endi tizimlashtiraman, xodimlarni o'qitaman desangiz, unda bu ishda Turg'unov konsalting sizga yordam bera oladi. Biz 5 yildan beri 20 tadan oshiq bizneslarni tizimlashtirganmiz va hozir biz bizneslarga biznes prosesslarini qurishga, reglamentlar, org-strukturlar tuzishga va biznesni Odoo degan ERP tizimi orqali raqamlashtirishga yordam beramiz. Ya'ni bitta programma orqali barcha biznesdagi bo'limlarni boshqaradigan zo'r dasturiy yechimlar biz hozir taklif qilyapmiz. Agar shu bo'yicha sizga yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, unda auditga yoziling. Pastda mana havola bo'ladi. O'tga ariza qoldirishingiz bo'ladi va biz sizga aloqaga chiqib, siz biznesingizni xudo olsa audit qilib beramiz. Endi videoni boshida men sizga aytgan eng zo'r programmani bepulga ishlatishingiz mumkin degan edim, esingizda bo'lsa, va oxirida mana eng zo'r to'g'ri keladigan o'rta biznes uchun va katta biznes uchun programma bu Odoo deb aytdim. Odooni mutlaqo bepulga ishlatib ko'rsangiz bo'ladi.
bizani dasturchilarimiz sizni o'sha biznes prosesslaringizdan kelib chiqib, o'sha oduni yasab berishadi va siz o'zingiz biznesingizga qo'llab ko'rasiz. Ya'ni sotuv bo'lsa qanaqa qilib kiritasiz, qayerda nima qilasiz, qanaqa qilib xodimlar oyligini hisoblaysiz va hokazo. Mana shuni biz sizga yasab berishga tayyormiz. Hammasi mutlaqo bepul. Oldin bunaqa narsalar qilmasdik. Uning uchun faqat bitta shart bo'ladi. O'sha havolaga bosib, arizani to'ldirishingiz kerak. Bizani qisqacha filtrimizdan o'tishingiz kerak. O'sha filtrdan o'tgan tadbirkorlarga biz oduni bepulga qilib beramiz.